Onajonlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi mana shuncha ehson dasturlarni yozib farzandlariga to'y qilishligini ahd qilgan to'yboshlarimizga to'ylar muborak bo'lsin deymizda. Mana shunday ehsonlardan jamiki mo'minlardan Alloh bahramand qilsin, so'ngra xususan mana shu xonadonda o'tib jamiki yaqinlarni bahramand qilsin deymizda. Davralarimizga mana shunday ajoyib izhor qilganlarni bildirib farzandlariga baxt tilashligi